Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Andijon viloyati Bo'z tumani Oxunboboy mahallasida ishimizni yakunladik. Bu xonadonimizga общий kvadratimiz 158 kvadrat bilan yakunlanyapti. Buning ichiga karnosini ham o'rnatib berganmiz. 8 ta suv cho'yadigan chig'anaqagacha qo'yib berganmiz. Bu xonadonimizni 140 ming so'mdan hamma yo'q ichida qilib berganmiz. Dorizaxonasiga kosmos ham o'rnatib berdik. Trenddagi kosmosimizni. Men hozir video ham boshlayman obzorimni. Yo'qsa bittadan like tugmachasini bosamiz, obuna bo'lishni unutmaymiz. Sizlar bilan Usta Bezodbek boshladim. Bu ko'cha shapkamiz. Uzunasiga 19 metr, tayi 90 chiqqan, tanlovlari bilan o'rnatib berdik. 36 lik kasetada pianino holatda qilib berganmiz. Konservatoriyasi dorozon tepalarigacha o'rab berdik. Mana ko'ryapsizlar. Karnizlarimizga tilla lentalarimizdan ilib qo'yganmiz. Bakovlarimizni yopdik. Bu yerdan ham bakovimizni yopganmiz. Mana ko'rsataman. Lesalarni yukladik hozir. Yo'lga chiqyapmiz. Mana bu xonadonimiz burchayi kelyapti. Bu konservatoriyamiz olib turib, tepasi ham bo'lgan. Dorozon tepasiga qarab qo'yganmiz. Mana ichkarini ham bir ko'rsataman. Mana trenddagi kosmosimiz. Dorozonamiz ham pianino holatda bo'lgan. Burchaklariga ham e'tibor berasizlar, ideal holatda chiqyapti. Kosmosimiz svet yongandan keyin holati. İçimiz 16 xil yonadi. Bu yog'imiz karnizlari devorigacha qadalgan, yopib qo'ydik. Bu ichki shapkamiz mana. İchki shapkamiz 1.20 chiqqan. Bu yerdan ham tanlovlarigacha o'rnatib berdik. Aylanmasiga. 4 ta bakovimiz bor, bakovlarimizgacha yopib qo'yganmiz. Burchagiga ham e'tibor berasizlar, ideal holatda kelgan. Groplarni ham 90 gradus qilib turib, dorizaxonaga o'rnatib qo'ydik. Ko'cha tomondan ham konservatoriyamiz tepasi ham bo'lgan. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni ham qoldirib qo'yamiz. WhatsApp, Telegramimiz bor musofirda yurganlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.